Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda Amudaryo ilm daryosi deb atalar ekan. Daryo bo'yidagi Xorazm zaminida bilimdonlar shahri bo'lgan ekan. Bu shaharda bir voqea avloddan avlodga o'tib kelar ekan. An'anaga ko'ra, har bir bola tug'ilganda uning beshigi ostiga kichik bir sopol kosacha qo'yilar ekan. Bu kosachaga ilm daryosidan bir tomchi suv solinar va yoshullilar shunday der ekan: bu tomchi ilmning boshlanishi. Agar bola umr bo'yi ilm izlab yashasa, tomchi daryoga aylanadi. Bahor erta kelgan yili shaharda bir bola tug'ilibdi. Unga Abdulloh deb ism qo'yishibdi. Abdulloh yoshligidan savol berishni yaxshi ko'rar, nega, qanday, kim aytgan, deya tinmay so'rar ekan. Ustozlar unga kitob o'qishni, osmonni kuzatishni, tuproqni tushunishni, odamlarni tinglashni o'rgatishibdi. Yigit voyaga yetgach, uzoq yurtlarga ilm izlab ketibdi, sahrolarda yulduz sanabdi, tog'larda sukutdan saboq olibdi, bozorlar va madrasalarda donishmandlar bilan bahslashibdi. Har bir o'rgangan bilimini Xorazmga qaytib yoshlarga ta'lim beribdi, ilmini dunyoning boshqa yerlariga tarqatish uchun kitoblar yozibdi. Yetuk olim bo'lib yetishibdi. Yillar o'tib bu olim qaribdi. Bir kuni shogirdlari undan so'rabdi: ustoz, endi siz hamma narsani bilasiz-ku, yana nimani izlayapsiz? Shunda ustoz kulib Amudaryoga ishora qilibdi: mening bilganlarim shu daryodan bir tomchi kabidir. Bu diyor ilm-ma'rifat yurtidir. Men bu dunyodan o'tib ketaman, lekin ilm daryosi mudom oqishi kerak. Bunday javobni eshitgan shogirdlar chuqur o'yga cho'mibdilar. Olim vafot etgan kuni uning bolaligida beshigi ostiga qo'yilgan kosacha topilibdi. U kosacha suvga to'lib Amudaryoga tutashib ketgan emish. Shundan beri xalq orasida ilm beshikda tomchi bo'lsa, qabrgacha daryoga aylanishi kerak, degan naql paydo bo'libdi.